بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Muhtaram birodarlar, o'tgan suhbatimizda muallif rahimahullohning Ibnul Qayyim rahimahullohdan naqllariga kelib to'xtagan edik. O'sha naqllarining oxirida Ibnul Qayyim rahmatullohi alayhining hindlar toifasi to'g'risida gapirib, ularning ichida ba'zilari turli narsalarga ibodat qilgan, insoniyatlar davomida quyoshlarga ibodat qilganlar ham o'tganligi haqida so'zlab o'tgan edilar. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha quyoshga ibodat qiladiganlar quyosh chiqar vaqtida, kun tikkaga kelgan vaqtda, keyin kun botar paytida ibodat qilganlari uchun bizlarni ham o'sha vaqtda Allohga ibodat qilishdan, namoz o'qishdan qaytarganliklari haqida so'zlab o'tgan edik. Muallif naqllarida davom etib shunday deydilar: "Wa ta'ifatun ukhra ittakhadhat lil-qamari sanaman wa za'amu annahu yastahiqqu at-ta'zima wal-'ibadata wa ilayhi tadbiru hadha al-'alam as-sufli. ومن شريعة عبادته عندهم اتخذوا لهم صنما على شكل عجل ويجره 4، وبيد الصنم جوهرة ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة من كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور، فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه". Yana bir toifa esa oyni o'zlariga sanam qilib, but qilib oldilar. Ularning da'volaricha oy juda ulug'lashga, ibodatga loyiq emish. Ushbu pastki olamning tadbiri o'sha oyga emish. Oy uni tadbir qilar emish, tarbiyalar emish, pastki olamni boshqarib turar emish. Oyga ibodat qiluvchilarning shariatlaridan, shakllaridan biri, ular o'zlariga bir buzoq yoki buqa shaklida but qilib olgan edilar. Buqa shaklidagi but, keyin u butni 4 ta kishi tortib ketayotganini shaklini. O'sha butni qo'lida esa bir gavharni qo'yib qo'ygan edilar. O'sha butga ular ibodat qilar edilar, sajda qilar edilar. Har oyda ma'lum bir kunlarni roza qilib tutar edilar. Keyin esa butni oldiga o'zlarini taomlarini, ichimliklarini olib kelib xursandchilik qilar edilar. Ovqatlarini yeb bo'lganlaridan keyin raqsga tushar edilar, ashulla aytar edilar. Musiqalarning ovozlari bu butni oldida yangrar edi. Wa minhum man ya'budu asnaman ittakhadhuha ala surati al-kawakib wa ruhaniha bi za'mihim. وبنوا لها هياكل ومتعبدات، لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه، فإنهم لا تستمر لهم طريقة إلا بشخص خاص على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه. ومنها هنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما زعموا أنها على صورها، فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته
ليكون نائبا منابه وقائما مقامه وإلا فمن المعلوم أن العاقل لا ينحت وإلا فمن المعلوم أن العاقل لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. ular orasida yana yulduzlar suratida yasab olgan butlarga ibodat qiladiganlar bor edi. Yulduzlar suratida yasab olishib, o'zlarini da'volaricha bu yulduzlarning ramzi, ruhi deb da'vo qilar edilar. Keyin ushbu yulduzlarga atab turli haykallar, ibodatgohlar qurgan edilar. Har bir yulduzning o'ziga xos haykali, har bir yulduzning o'ziga xos buti, o'ziga xos ibodati bo'lar edi. Ular ushbu tariqada bir maxsus shaklda, maxsus shaxsga atab o'zlari qarab turadigan, yuzlanadigan, mukkasidan ketib ibodat qiladigan maxsus bir shaklga qarab turib shu yo'lda davom etar edilar. Mana shundan ruhoniylik egalari, ruhoniyatni da'vo qiladiganlar, ruhlar bilan bog'lanamiz degan gapni qiladiganlar va yulduzlarga ibodat qiluvchilar o'zlariga mana shunday ramziy sanamlar qilib oldilar. Ramziy sanam qilib oldilarda o'sha yuqoridagi ruhoniy narsalar ushbu sanamlarning asli, bu sanamlar esa ularning ramzi deb atadilar. Demak, sanamni qo'yish, butni qo'yish aslida ular ham o'sha uzoqda ko'rinmaydigan ma'bud shakliga dalolat qiluvchi bir ramz deb atadilar. Uzoqdagi ma'bud shaklidagi ibodatga tayyorlangan sanam bo'lib, bu sanamni o'sha uzoqdagi ma'budga ramziy bir ishora deb atadilar. Demak, ular butlarni o'sha yuqoridagi o'zlari tavajjuh qiladigan, yuzlanadigan ma'budlarining surati, ma'budlarining ramzi deb o'sha ma'budlarining o'rniga o'tiradigan, joyiga qoyim maqom bo'ladigan narsalari deb atadilar. Yo'qsa ma'lumki biron bir oqil odam bir taxtani yo'nib turib yoki toshni qo'li bilan yo'nib, keyin o'sha narsa o'zini ma'budi, ilohi deb atamaydi. Ularni o'zlarini ilohi deb atashlariga sabab ham shu yo'nilgan toshlar, yo'nilgan taxtalar yuqoridagi ma'budga ishora, ma'budga ramz deb ataganliklari bo'ldi. ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم وتخبرهم ببعض المغيبات وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم، فبجهلهم وسقطهم وسفههم يظنون أن المتكلم هو الصنم نفسه المخاطب، وعقلاؤهم يقولون إن تلك روحانيات الأصنام، وبعضهم يقول إنها الملائكة. Bu butlarga ibodat qilib ketishga sabab bo'lgan narsalardan biri yana shu bo'ldiki, jinlar, shaytonlar butlar ichiga kirib olib ularga xitob qilar edilar. Ularga ba'zi g'ayb ishlardan xabar berar edilar. Ularni ba'zi bir ularga maxfiy bo'lib qolgan ishlarga dalolat qilib ko'rsatib qo'yar edilar. O'zlarini johilliklari, aqllarini pastga tushib ketganliklari, eslarini pastliklari sababli bu gapirayotgan narsa mana shu sanam, but bo'ladi deb o'ylar edilar. Lekin ularning aqllilari but gapira olmasligini bilib, bu butlarni ruhoniy shakli, butlar ruhlarga bog'langan vaqtda mana shunday bo'ladi deb ta'wil qilar edilar. Ba'zilari esa bular farishtalar deb ham da'vo qilib olar edilar. Ya'ni farishtalar o'sha butlarni ichiga kirib olib bizga gapiryapti deb da'vo qilar edilar. وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم.
Qisqasi, yer yuzini aksari butlarga, sanamlarga ibodat qilish bilan aldanib, ularga maftun bo'lib qolganlar. Maftun bo'lib qolgan edilar. Bu balodan faqatgina Ibrohim alayhissalom millatini odamlari, Ibrohim alayhissalom millatiga ergashuvchi hunafolar, hanif kishilargina bulardan bunday balodan qutulib qolgan edilar. Wa ibadatuha fil ardi min qabli Nuh kama taqaddam wa hayakiluha wa sadanatuha wa mahabbuha wal kutubul musannafatu fi shara'i ibadatiha tabbaqatil arda. Qala imamul hunafa wajnubni a'udhu billahi minash shaitanir rajim wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas. Yer yuzida butlarga ibodat qilish ma'lumki ilgari o'tganidek Nuh alayhissalomdan ilgari boshlangan edi. Butlarni haykallari, butlarni sadanaxo'rlari, butlar sababli butlarga suyib qo'yilgan joylar, butlar haqida, butlarni ibodati haqida, ularni turlari haqida yozilgan tasnifotlar, kitoblar yer yuzini butunlay qoplab ketgan edi. Hanifiylarni boshlig'i bo'lgan, imomi bo'lgan zot Ibrohim alayhissalom Qur'onda keladi, mana shunday deydilar: "Yo Rob, meni va mening farzandlarimni butlarga ibodat qilib qo'yishimizdan o'zing uzoq qilgin. Parvardigoro, bular, ya'ni butlar odamlardan ko'pchiligini zalolatga boshlab adashtirib yubordi" deydilar. Va min asbabi ibadatil asnami al-ghuluw fil makhluq va i'ta'uhu fawqa manzilatihi hatta ju'ila fihi hazzun min al-ilahiyyati wa shabbahuhu billahi subhanahu. Wa hadha huwa at-tashbih al-waqi' fi al-umam alladhi abtalahu Allah wa ba'atha rusulahu wa anzala kutubahu bi ibtalihi wa inkarihi war-radd ala ahlihi. Butlar ibodatiga, butlarga ibodat qilishga sabab bo'luvchi narsalardan, omillardan yana bittasi maxluq, yaralgan zotlar haqida g'uluvga ketishdir. Yaratilgan, yaralmish kishilar haqida juda haddan oshib ketishdir va unga o'zini manzilatidan, martabasidan baland martabani berib yuborishdir. Hatto ba'zilar bunday kishilarga ilohiyga xos, ya'ni Alloh subhanahu va taologa xos bo'lgan ba'zi nasibalarni, ba'zi sifatlarni berib yuboradi va Alloh subhanahu va taologa o'xshatib qo'yishadi. Alloh subhanahu va taolo botil qilgan o'zini Qur'onida va payg'ambarlarni ham o'sha sababgagina jo'natgan tashbih mana shu tashbihdir. Ya'ni ummatlar o'rtasida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelishlaridan ilgari bo'lgan dunyodagi ummatlar, kishilar, xalqlar o'rtasida voqea bo'lgan, dunyoda bo'lib turgan shirkning eng o'xshashi, eng shu asosiy sababi ham mana shunda edi deydilar muallif. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo o'zini Qur'onida buni botil ekanligini aytib, payg'ambarlarini shuning uchun jo'natdi, kitoblarini mana shuning uchun ham mana shuni botil ekanligini aytish uchun, bunga inkor etish uchun, bunday kishilarga rad berish uchun, raddiyalar berish uchun Alloh subhanahu va taolo o'zini kitoblarini nozil qildi. Oxirgi kitobini ham mana shu sabablarga ko'ra nozil qildi. قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وقال عن أهل النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال فلا تضربوا لله الأمثال. فنهاهم أن يضربوا له مثلا من خلقه لم ينههم أن يضربوه هو مثلا لخلقه فإن هذا لم يقله أحد ولم يكونوا يفعلونه
فإن الله سبحانه أجل وأعظم وأكبر في فطر الناس كلهم ولكن المشبهون يغلون في من يعظمونه فيشبهونه بالخالق والله أعلم. الله سبحانه وتعالى bir necha oyatlarda bu to'g'rida aytib o'tdi. Baqara surasida Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: o'zlaringiz bilgan holda Alloh subhanahu va taologa tenglarni tayyorlab, tenglarni qilib qo'ymanglar, o'xshashlarni. Yana bir oyatda Shuaroda keladi: Tallohi in kunna lafi dalalin mubin. Do'zax ahli shunday deydiki, o'zlarini ma'budotlariga qarab turib, ibodat qilinayotgan kishilariga qarab turib, Allohga qasamki, biz nihoyatda ochiq adashishda ekanmiz. Sizlarni Alloh subhanahu va taolo Rabbul alamin bo'lmish, butun olamlarni parvardigori bo'lmish Alloh subhanahu va taologa tenglashtirib qo'yganimizda, sizlarni tenglashtirib shunday zalolatga ketgan ekanmiz, o'shanday zotga deydi. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo Alloh subhanahu va taologa masallarni, zarbul masallarni qilmanglar deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zini xalqidan, o'zini yaratgan mahluqotidan o'ziga o'xshashini tenglashtirib qo'ymanglar deyapti. O'zini mahluqotiga tenglashtirishni gapirmayapti. Chunki bu narsani hech kim qilmagan, xayoliga ham kelmagan edi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni mahluqotiga tenglashtirib qo'ymanglar degan, ya'ni biron kishi Alloh subhanahu va taolo bilan hamma tomonlama teng degan hech kim aytib o'tmagan edi. Chunki Alloh subhanahu va taolo hamma mahluqotni, barcha mushriklarning ham, mu'minlarning ham qalbida nihoyatda ulug', hamma narsadan ulug', hamma narsadan katta, hamma narsadan buyuk zot ekanligi ma'lum kishilarning fitratiga singdirilgan edi. Shuning uchun ham har tomonlama tenglashtirmas edilar. Lekin ba'zi insonlarni ular Alloh subhanahu va taologa ba'zi sifatlarda tenglashtirib qo'yar edilar. O'sha narsadan Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti. Lekin tashbihchilar, o'sha tenglashtirib qo'yuvchilar o'zlari ulug'layotgan kishilar to'g'risida g'uluvga ketib, haddan oshib ketib, ba'zi bir sifatlarda Xoliq subhanahu va taologa ularni o'xshatib qo'ydilar. Tenglashtirmasalar ham o'xshatib qo'ydilar. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo ularga qattiq raddiya bilan oyatlarni nozil qildi. Keyin muallif rahmatullohi alayhi arablar davrida bo'lib o'tgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelishlaridan oldin bo'lib o'tgan ba'zi bir johiliy e'tiqodlar haqida, ko'proq arablar tuyalarning ichida katta bo'lib, tuyalar orasida yurganligi uchun o'sha tuyalarga bog'liq bo'lgan ba'zi e'tiqodlar to'g'risida so'z yuritadilar. Buni temasini ham, mavzusini ham zikru amril bahirati was saibati wal wasilati wal hami deb ataydilar. Ya'ni bahira, soiba, vasila va hami deb atalgan tuyalarni ishi to'g'risidagi bob deb qo'yganlar. Bu bobni boshlab muallif shunday deydi: Fi sahihayni an ibn al-Musayyib qala al-bahiratu allati yumna'u darruha lit-tawaghit fala yahlubuha ahadun min an-nas was-sa'ibatu allati yusayyibunha li-alihatihim la yuhmalu 'alayha wal-wasilatu an-naqatu al-bikru تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى وليس بينهما ذكر والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل
فلا يحمل عليه شيء أو وأعفوه من الحمل فلا يحمل عليه شيء وسموه الحامي. انتهى. Sahihayinda Ibn al-Musayyib, ya'ni Said ibn al-Musayyib sayyidut tobiinlardan bo'lgan kishi bo'lgan zotdan shunday rivoyat keladi. Kishi aytadilarki, Bahira degani jahiliyat vaqtida tog'utlarga, ya'ni butlarga atab suti hech kim sog'maydigan qilib, suti man qilib qo'yilgan tuyaga aytiladi. Biron kishi buni sutini sog'ishga haqqi yo'q. Soiba degani esa o'zlarini butlari uchun shunday qo'yib qo'ygan tuyaga aytiladi. Biron kishi buni ustiga o'tirib ham olmaydi, o'tirishga ham haqqi yo'q, biron narsa ortishga ham haqqi yo'q. Vasila degani bir hali tuya urchimagan urg'ochi tuya bo'lib, tuyalarni birinchi tug'ilishida vasila degani deydilar, bir bikir tuya bo'lib, o'sha tuyadan keyin biron bir erkak tuya tug'ilmasa, undan vaqt o'tib bir urg'ochi tuya kelsa, o'shani birinchisi vasila deb ataladi deydilar. Bu Said ibn Musayyibning aytishlari bo'yicha. O'sha tuyani ham bular o'zlarini butlariga qo'yib qo'yar edilar. Agar biri ikkinchisidan shunday bo'lib urg'ochi bo'lib ketaversa, orasida erkak tuya bo'lmaydigan bo'lsa, faqat urg'ochi tuyib ketaversa, o'sha birinchisi vasila deb atalar edi. Homiy degani esa tuyani erkagi bo'lib, bir muayyan bir vaqt tuyalarga urchib yurganidan keyin uni qo'yib qo'yardilar o'zlarini butlariga atab. Bunga ham biron narsani ortmas edilar. Ustiga biron narsa ortilmasdan shunday bemalol yuraverar edi. Shuning uchun buni homiy, himoyachi deb qo'yib qo'yar edilar. Vaqala ibn Ishoq, endi ibn Ishoqning tafsirlari keladi bu so'zlarga. Vaqala ibn Ishoq al-Bahiratu bintu as-Sa'ibah was-Sa'ibatu hiya an-naqatu idha tabi'at bayna 10 inathin laysa baynahunna dhakar suyibat falam yurkab dhahruha wa lam yujazza wabaruha wa lam yushrab labanuha wa lam yashrab labanaha illa dayfun فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ثم خلي سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها فهي البحيرة بنت السائبة. بحيرة دegani soiba deganning bolasi hisoblanadi. Bahira degan tuya, soiba degan tuyani bolasi hisoblanadi. Soiba degani bir tuya bo'lib, agar o'sha tuyadan keyin birdaniga 10 ta, o'zidan tashqari 9 ta ketma-ket urg'ochi tuya tug'iladigan bo'lsa, o'shani birinchisi soiba deb atalar edi. Shunday qo'yib qo'yilar edi, biron kishi bunga mina olmas edi. Buni junini ham ola olmas edi. Juni ham hech uzilmas, ya'ni juni yulinmas edi. Biron kishi junini yulishga haqqi yo'q edi. Sutini ham faqat mehmonga berar edilar, mehmondan boshqa kishi icha olmas edi. Bundan keyin tug'iladigan, ya'ni bundan tug'iladigan har bir tuyani qulog'ini yirtib, buni ham onasi bilan birga bo'sh qo'yib qo'yar edilar. Bunga ham hech bir narsani ortmas edilar.
yunglarini yulmas edilar, sutlarini mehmondan boshqaga bermas edilar. Xuddi onasiga qilinganidek. Bu esa bahira deb atalar edi. Onasi Soiba, bunisi bahira deb atalar edi, deydilar Ibn Ishoq rahimahulloh. والوصيلة الشاة إذا أتأمت 10 إناث متتابعات في 5 أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة قالوا قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث إلا أن يموت منها شيء فيشتركون في أكله ذكورهم وإناثهم. وصيلة دegani bir qo'y bo'lib 10 ta urg'ochi qo'zini 5 martada egiz qilib tug'ib qo'yadigan bo'lsa, hech bir o'rtasida erkak qo'zi tug'ilmasdan hammasi urg'ochi bo'ladigan bo'lsa, buni vasila deb atar edilar. Ha, ulab ketibdi, ulabdi deb keyin vasila deb ulangan deb qo'yar edilar. Bundan keyingi tuqqanlari o'sha arablarni erkaklariga deb atalar edi. Arablarni ayollariga berilmas edi, suti ham, go'shti ham. Lekin birontasi o'zidan o'zi o'lib qoladigan bo'lsa, o'zlari erkaklari yu ayollari bu o'lib qolgan mayta, harom o'lib qolgan go'shtni yeyishda sherik bo'lib yeyaverardilar. Walhami idza nataja lahu 10 inafin mutatabi'at laysa baynahunna dhakarun humiya dhahruhu falam yurkab wa lam yujazza wabaruhu wa khulliya fi iblihi yadribu fiha aw yudribu fiha la yuntafa'u minhu bighayri dhalika. Homiy degani tepada ham aytib o'tildi. 10 ta ketma-ket urg'ochi tug'iladigan bo'lsa, orasida erkak bo'lmasdan o'sha tuya, ya'ni o'sha 10 ta urg'ochini tug'dirgan tuyani orqasini himoya qilib, buni hech narsaga ishlatmaydigan, mindirmaydigan qilib qo'yar edilar. Buni ham yunglari yulinmas edi. Ibillar o'sha tuyalar o'rtasida qo'yib qo'yishar edi, xohlaganiga urchib yuraverar edi. Bundan boshqa narsa bilan foydalanilmas edi, deydilar. Qala ibn Ishoq: "Falamma ba'atha Allohu rasulahu Muhammadan sallallohu alayhi va sallama anzala Allohu ta'ala ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وأنزل أيضا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية وقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الآية. ابن إسحاق aytadilarki, Allah subhanahu wa ta'ala o'zining payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib yuborganidan keyin o'sha yuqoridagi mushriklarning o'zlaricha da'vo qilib, ba'zilarini halol qilib, ba'zilarini harom qilib, ba'zilarini miniladigan, ba'zilarini minilmaydigan, ba'zilarini sutlari ichiladigan, ba'zilari ichilmaydigan, ba'zilarini go'shtlari yeyiladigan, yeyilmaydigan qilib o'zlaricha qilib olgan narsalarni hammasini botil qilib shu oyatlarni nozil qildi. Ma ja'alallohu min bahira. Alloh subhanahu va taolo bahirani ham, soibani ham, vasilani ham, homiyni ham qilib qo'ygani yo'q. O'zlaring tayinlab olgansizlar degan ma'noda. Yana bir oyatda mushriklarning da'volarini inkor qilib, ular mushriklar, ya'ni ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun lidhukurina. Bu chorpolarni qornidagi homilalari faqat erkaklarimizga xosdir, erkaklarimiz yeya oladi bundan deb da'vo qildilar degan oyatni nozil qildi. Yana bir oyatda ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam mushriklarga qaratib, ko'ringlar, ko'rdilaringmi? Alloh subhanahu va taolo sizlarga nozil qilib qo'ygan rizqlarning ichida o'zlaring undan harom va halol qilib qo'ygan narsalaringni degan bir yana oyatni inkor suratida nozil qildi, deydi Ibn Ishoq rahmatullohi alayhi. Keyin muallif yana Ibn Ishoqning
Hums to'g'risidagi arablarning qanday mana shu so'z bilan atalishi, hums degani nima degani, nima uchun bu so'z kelib chiqqanligi to'g'risida uzunroq hikoyasini keltiradilar. Buni keyingi suhbatimizga qoldiramiz inshaalloh. Hozir esa sizlar bilan xayrlashamiz. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bu so'z kelib chiqqanligi to'g'risida uzunroq hikoyasini keltiradilar. Buni keyingi suhbatimizga qoldiramiz inshaalloh. Hozir esa sizlar bilan xayrlashamiz. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.